G'iybatchini g'iybatchi deysham g'iybat. G'iybatchi g'iybat qilyapti, men qilmayapman deb o'zingizni pok sanashingiz ham hujum. G'iybat bitta gunoh kabira, hujum ham bitta gunoh kabira. Palonchi e'tiqodi mendan sust, meniki kuchli dedingizmi? Yoki uni amalidan meniki ko'p, yoki unikidan ko'ra meniki sunnatga muvofiq dedingizmi? O'zingizni undan afzal bilyapsizmi? Bu kibr, shaytonning amali bu. Ana xayrun minhu deganda shayton amali bilan kibrlangan va xilqati bilan kibrlangan. Men undan yaxshiman degan. Shaytonning amalini, kibrni qilyapsiz. Bu gunoh kabira. G'iybatchini g'iybatchi, u men g'iybatchi emasman deb undan afzal bilishingiz, unda g'iybat bo'lsa bitta gunoh, sizda kibr undan katta.